Qizimga ko'z tegdi. Tuppa-tuzuk nima ovqat qilib bersam ham отказ qilmasdan yeydigan qizim mana shu ovqatimni umuman yemadi. Losos balig'i brokolidan tayyorlangan ovqat edi. Bilsam, brokolini juda ham ko'p sovurgan ekanman. Keyin sabzi pyurem bor edi. Uni solib berganimdan keyin mazza qilib yedi. Sizlarning ham farzandinglar shunaqa ovqat yemay qo'ysa, majburlab bermanglar. Har xil sabzavotlarni aralashtirib bersanglar albatta yeydi. Bolajonimga qo'shimcha ovqatni kuniga 3-4 mahal beraman. Bolalarga qo'shimcha ovqat berishda umuman erinmanglar. Sabzavotli pyurelarni, mevalarni bersanglar, bu virusli paytda bolajonlar tez kasal bo'lib qolmaydi. Bolamga ovqatini berib, abidga shunaqa somsa tayyorladim. Qizimni mana shu ustidagi kiyimchasini Xitoydan zakaz qilgan edim. Shunaqa mazza narsa ekan, ustilarini rasvo qilib tashamaydi. Har ovqat berganimda yoki mana shu pechenasini berganimda kiydirib qo'yaman. Mana shu pechene haqida ham ko'pchiliklar so'ragansizlar, bolajonga yomon ta'siri yo'qmi deb. Yo'q qizajonlar, bolajonga umuman yomon ta'siri yo'q. Sutdan, bug'doy unidan qilingan narsa, halol narsadan qilingan qizajonlar. Men tarkibini yaxshilab o'qib, qarab, undan keyin men qizimga berganman. Pechenamizdan sotuvda bor, kimga kerak bo'lsa zakaz qilsanglar bo'ladi. Ishlarimni tezgina qilib bo'lib, orada reklamaga narsalar ham keldi. Reklamalarimni olib bo'ldim. Kechga ujinga Alfredo pasta tayyorladim. Alfredo pastasini juda ham yaxshi ko'raman. Prям домашнийsini restoranda qilinganini 1-2 marta yeganimda menga yoqmagan. Ham tez tayyor bo'ladigan ovqat 20 minutda pishirib tashladim shu ovqatni. Alfredo pastani men o'rgatgan retsept bo'yicha qilsanglar, restorandagidan ham mazali bo'lib chiqadi. Erimdan ancha bo'ldi maqtov eshitmaganimga mana shu ovqatimni maqtab videosi ham er-xotin mazza qilib o'zlarini qilib oldik.